Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, chorg'a qo'y va mana shunday egizchilarni haqiqiy noyob, mana bunday ajdarho egizchi ishqozlari. Akalar, qo'zlar turishini qaranglar, jonivorlar. Maza qilib ko'paytiraman degan akalarimiz bilan keldi. Faqat to'lka egiz chiqadi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib kuzatib turinglar, biz videoni boshlardik. Aka, onasi bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Yelin tashlab qo'yapti, o'shanga so'rayapman. Inasi bo'g'oz ekan akalar. Dumbar adresini qaranglar akalar. Toza narsa ekan. O'zi basharang o'tadilar aka. Quloq tashlashlarini qaranglar akalar. Tiniq narsa. 22 sm. 22, buniki 20 plus, 20. Bu 20 plus. qulog'i 20 plus. Yoshchi? Yosh 4 taga chiqaryapti. Qancha kilometr? 4 to'ldiryapti aka. Hurmatli obunachilar, ana hammalaringga bugungi kun xayrli bo'lsin. Xudo xolsa bu qo'ylarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq akalar. Tepaqo'rg'on qishlog'idan bo'lyapti. Har doim qo'ylarda akalar egizchi, yakka bolalik, bo'g'oz, har xil turdagi qo'chqor, so'liq qo'ylarda akalar arzon qo'yib beryapti turgan o'zimda amakim Ravshan akamning qo'ylari. Xudo xolsa 2-3 kun oldin mana shu egizchilarni zo'rlardan chiqaruvdilar. Tugab mana yana yangi so'rovga obunachilarimizga yana olib kelib qo'yiblar. Ravshan aka, assalomu alaykum. Charchabay tuzingsiz? Mazangiz yaxshimi? Ha, rahmat. Xo'p, Ravshan aka, egizchilarni zo'rlardan kelibdi aka. 4 dona egizimiz bor. Xo'p, 4 dona egiz. Bolalar kichkinaroq, bitta bola kattarog'i bor. Xo'p, bolalar yoshroq bayda. Bolalar 3 dona ekan-a? Ha, bular. Mo'llarni qaranglar akalar, jonivorlarni. Dikkilla yurishini. Ana, maza qilib ko'paytiraman degan akalarimizga yakkina bilan narxida bo'ladi aka. Xolos. Arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Gap yo'q. Egizchilarni qaranglar akalar. Bitta ayba akalar, onalar o'zini oriqroq ekan, lekin bolalari zo'r ekan. Xolos. Dalani qo'yi. Voy, jonivorlarni qaranglar, mashalloh. 3 kunlik bo'ldi mana mashq qo'zilarni. Ayt, qo'chqormi, so'liqmi aka bular? Ikkovi ham qo'chqor. Ay, jonivorlar, qo'yavering. Mana inasi mashq qo'y. Inasini tishini ochaverchi? Inasi ham qo'zida, buni ham qizig'i. Voy, uchalasi ham qo'zi ekan. Uchalasi ham qo'zi. Inani qaranglar, Ko'pinglar jonivorlar. baqib yurishi. Toza kashtan ekan. Mana akalar, bitta tuzilsa. Mana buni bolasi akalar mana u ekan. Uniki qo'chqor so'liqmi, qo'chqormi? Qo'chqor so'liq ekan aka u. Qo'chqor so'liq, nariginiki qo'chqor ikkovi. Mana uniki, mana. Mana. Uniki akalar, mana bolalari. Ikkovi ham qo'chqor. Ikkilasi ham qo'chqor aka. Xo'p, bunikichi? Jonivorniki. Ikkilasi ham qo'chqor. Bu inasi ham o'zi yoshda. Xo'p, soni 9 dona ekan aka. Son 9 dan. Gap yo'q. Xo'p. Ona akalar buni ko'rdik. O nargilarning yoshi qanaqa aka? Bular yoshi sal kattaroq ama. Xo'p. Tishini ko'rsatchi tishini. Tish kattaroq, bo'lgan vaqt. Mana. Haliga yoshda sochish kerak yo'q mana. 6 tishdan 8 taga to'ldiryapti ekan-da. Bunisidan ko'rsatilasiz-chi? Yana bir 4 yil bola sosalaring bo'laveradi, u qo'ydi ham, oxirida zo'r ekan. Buniki mana bittasi tushgan mana ikkita. O'zi 6 tish qo'ygan, bittasi singancha. Lekin qo'ydi. Olib tushungan odam maza qilib boqaveradi. Tushunmagan odamga baribir shunaqa, tushunmagan odamga ming gapirgan yerdan bir tiyin. O'zini qaranglar, yiltirlig'ini jonivordi mana. Haqiqiy toza elita hisori ekan. Ha, jonivorlar. Qo'chqor aka bu ikkalasi ham. Qo'chqor. Jonivorlar. O'zlari qaranglar akalar. Bormi ishqivozi? Uzoq vaqt ko'paytiraman degan akalarimizga keldi-yu mana. Jonivorlarni. Mana jonivorlarni qaranglar. Ozgina mehr talab ekan akalar, onalari. Men buni o'sha jichcha ketagini berib tursa, Kepa bersa o'ziga kelib qoladi. bir siqim yemaganda aka bu qo'ylar. Ular nima yemagan. Gap yo'q. Yo'q, qo'ylar. Yaxshi narsalar ekan. Aka buni narxini sindirib qilmasangiz bo'lmaydi. 10 pastga chiqarishlar. 10 emas aka, 9 dan pastga chiqmasa bo'lmaydi bugun. Sensatsiya narx bo'lsin. Yo'q, 9 pastga ketaveradi. Bo'laveradi. 7,5 dan. Yo'q, 7,5. Obunachilar bugun tortishamiz aka. 7,5. Bugun video kino olib kelsa ham aka tortishamiz Ammo bugun. qo'yimiz ko'p. Arashani ham tozalardan bor. 1 soatli video bo'lsa ham aka bugun obunachilar bo'lib, chiroyli tortishib akalar. Arzon bo'ladi aka, xudo xolsa bugun. Arzon qilib chiqarmasak bo'lmaydi, bu qo'zlarni qaranglar. Hayt ketdi ana. Mo qaranglar, jonivorni. Bu qo'zlarni qaranglar akalar. Bormi ishqivoz, xudo xolsa duo qilib boqiraman degan hoji bolalarimizga narxini kelishtiring aka. Keyingi partagimizda. Yo'q, kelishtirib aka. 9, 8,5 ham yo'q aka bugun. 8,5 Yo'q. Bunday gap aka, qo'lda bering.
Qo'yingni oldim deyishadi aka, 8 million so'mdan pul berishadi. Unda juda pasaga ketasiz. Egizchi 9 tami sonmi? 100 mingdan tashlab beraman. 8,5 dan ham 100 mingdan kam. 84 dan. Hali 100 mingdan qo'shib beraylik aka. Yo'q, unda emas. Ha, egiz bu. Nima demang aka, sizdan bering bola. 8 million 100 dan bor aka. 300 dan mana cho's bir joyga bos. Yo'q, 8 million 100 dan bor aka. Yo'q, 8 million 300 dan mana. Yo'q. 8 million 100 dan. Yo'q, unda kamayib ketadi. Yana bitta o'ting unda aka, unda kamayib ketsa. Yo'q, islomjon, uchovsini oldim deysa. 8 million 200 dan dastlabkasi Toshkentgacha. bor aka. Duoqli baxshar. 8 million 200 mingdan egiz chiqo'ylar akalar. Bormi mana ish qovoziga? Kuziga yana Ket sotiladi. 8 million 200 mingdan akalar. Va hozir kuziga onalari bir oy chiroyli yemlab yuborsa, yana qochadi. bir oydan keyin qo'shar qo'shib qo'ysa, bolalar o'zidan chiqib qoladi. Ha, jonivorlar. Akalar bormi mana ish qovoz mana. Barakali narsa shunaqa bo'ladi xolos akalar. Ehtiyotdan yiliga tug'ib berib tursa ham o'zi bittasini olib qo'ysangiz ham bir dunyo qo'yib ketadi hozir tez kunda. Qarang jonivor. Hop aka, buni endi uchalasini bitta ololmaydigan akalarimiz ham bo'lishi mumkin-da. Ehtiyot. Bundayda, misol tanlab olaman deysa, plusi bor. Hop, O'zingiz chiqarib bermasa, minusi ham bor. o'zingiz chiqarib bering desa. Hop, shuni aka ochiq oydan chiqarib ketaylik. Hop, qaysini plus bo'ladi, qaysi minus bo'ladi aka? 8 Aka qo'y qarang-da, qo'yingiz ichida buni ikkitasi aka suyak yaxshi ekan, bolalari ham katta ekan, bitta mana bor ekan. Endi bu qo'zi aka, hadi o'sadigan narsa. Bolalar kichikroq. Aka shu kichkinasini olaman desa qanchaga berasiz? 8 millionga beraman. 8 million. Bu ikkilasi 8,5 milliondan beraman. bu ikkilasi 8,5 dan. Tanlab olishaveradi qaysini bo'lsa ham, ha? Olishadi ikkosini bittasi. Gap. Uchalasini olsa 8 million 200 dan. Gap yo'q. Akalar mana aloqalab turaverasizlar. Chiroyli narx bo'ldi. 8 million 200 ming so'mdan mana qo'chqorlar akalar. Kuzigacha boqsangiz o'zi 10 millionlik bo'ladi. Zotga boqaman degan akalarimiz qo'zini qarang. Haqiqiy toza elita narsa, xudo xolasa. Ketdi mana. Biz keyingi partiyani ko'ramiz akalar. Xo'p, Roshan aka, bular ikkinchi partiyamiz. Ona bolami nima aka bular? Ona bola ikkovi. Adashmasam o'tgan safar videoda ham chiqqan-a bu ikkilasi. Bularni ikkovini Samarqandga sotuvdik Islomjon. Samarqandga. Bir kun turdi, men yuklayapman deb telefon qilsam olishmadi, keyin SMS yozyaptilar. Janoza bo'lib qoldi deb. Janoza bo'lib qoldi deb. Shunga savdo atkazib qoldi. Ha, shu bilan qoldi. Nech pul chiqardi aka o'tgan safar? 11,5. 11,5 million so'm chiqardi. Jicha hayridan o'tib o'rdingiz a? Ana. Akalar, Shu bilan qolib ketdi bu qo'ylar, YouTube'ga qo'yib bo'lmadi. ina bola, bir bolasi qo'zi, bu inasi nechtish? 4dan 6dan. Inasi 4 6 shunaqa. Ha. Realni bo'lsin. 6 ga chiqaryapti ekan. Bolasi ekan, janovarda. Tiniq ekan bolasini ham. Yuzazo'ram. O dumbar adresini qaranglar akalar. Toza narsa ekan. Marjon. O'zi basharan aytadilar aka. Quloq tashlashlarini qaranglar akalar. Tiniq narsa ekan. Onasi ham yaxshi narsa ekan. Onasi bo'g'oz yana. O inasi bo'g'oz yana. Haqiqiy u yilini tashlab qolibdi, e'tibor bermabdi akalar. Inasi yilini tashlab qolibdi jonivor. Xo'p, bo'ylari nima deymiz aka? 80 plyusga beraveramizmi? Inas 80 inchi oshiq. Bola 80 ket bo'lsa kerak. 80 ga beradi, quyuq suyuqni. Gap yo'q. Nima jonivorlarni qaranglar. Xo'p, aka, narxini qancha qo'yamiz? Shu ko'tarib olmaysizmi bu safar? Yo'q, Islomda o'tgan safar 11,5 qo'yadi. 11,5 million so'm. 11 million bersin 700 dollardan. 11 million 200. Xo'p, 11,5 million so'm qo'yadi. Aka, necha pulga ketaveradi? Bo'ladigan narxi. 11 million so'mga dastlab. 11 million so'mga taqalgan narxi, oxirgi narxi. Gap yo'q. Akalar kimga ma'qul kelsa, quloqqa chiqarsa 11 million so'm. Hech qayda bermaydi lekin 11 millionga buni. Mana qaranglar. 5,5 milliondan inasi bo'g'oz, bolasi qo'zi ekan. Zot qilaman, seleksiya qilaman degan akalarimizga aloqa chiqarasizlar. Maza qilib boqadigan narsa. Haqiqiy arashalarni ham ko'rsatib qo'ying, tozalardan bor endi chiqadi. Bu bulduzurma aka. Qulog'i ham zo'rta. Ashlar videoga chiqadi. Chiqadi emas. Gap yo'q. Qo'chqorni qaranglar. 1 metr pildusa bu. Gap yo'q. Xo'p, 11 millionga ketaveradi aka bu. 11 millionga dastlab berdi. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Gap yo'q. Akalar, bu ham egiz akana Roshan aka. Egiz. O'z aka bolalari nima boshida aytib ketaydi? Urg'och ikki o'yin. Ikkovi ham sovliq. Janovorlar. Qo'chqorga tortgan ekan aka, ikkovsi ham, ha? Qo'chqorga tortgan. Qo'ylarni qaranglar akalar. Serdumba gigant bo'g'oz sovliq bo'ladi desidan ketadi. Aka, onasi bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Yilini tashlab qolibdi, o'shanga so'rayapman. Inasi bo'g'oz ekan akalar. Yosh qanaqa inasini aka? Yashiga 4 ta. Jonivorni qaranglar.
Onasi o'ta charsak, bolan onani yuzini qaranglar. Haqiqiy toza elita ekan, janovar. Mashallah. Zo'r ekan aka, dumba razrezlari qanaqa? Zo'r. Dumba razrez o'ta kelishgan ekan. Yilin to'ldiryapti ekan. Piyada yo'q qolibdi o'zidan. Yoshchi aka. Bu ikkinchi bolalar ekan, 4 ga to'lib 6 ga buzib tushindi. Ikkinchi bolalar. Qonidagi 3-chi bolasi ekan. Qonidagi 3-chi. Gap yo'q. Qo'ydi qaranglar akalar. Bor mana ishqivozi. Ketaveradi. Haqiqiy bolalari ham polvon akalar. Onasini bo'yi 80 pili chiqaradi o'shanaga. Xotirjam chiqadi. Qo'yiladi, qo'ziladi qaranglar akalar. Zo'r ekan haqiqiy. O'ta polvon aka. Ikkalasi ham urg'ochi. Ikkovi ham urg'ochi. Bir 4 oylik bormi qo'zlari? Ishnada, 4 oy. O'zi bolalari ham qo'y bo'lib qolsa onasiga. Yetadigan ona dumbalarini qaranglar akalar. Haqiqiy ishqivoziga sotiladi. Uzoq vaqt ko'paytiraman. Qo'ramni qo'yib to'ldiraman degan akalarimiz alohida turaverasizlar. Janovarlarni qarang. Xo'p, yaxshi narsalar ekan. Onalari ham o'zi onasi ham yirik narsa ekan akalar. Ham yirik. Holati ham zo'r ekan. Shuni bolani shunchalar qilib boqibdi. Buni boqqan dehqon ham chiroyli boqqan ekan aka qo'yda. Endi otasiga rahmat. Otasiga rahmat. Xo'p, akalar kimga ma'qul kelsa alohida chiqarasizlar. Narxini Ro'shan akam arzon qilib qo'yib beradi. Narxi endi 20 million demaymiz. 20 million demaymiz. 18 million so'mga dastlab turlaydi bobada. Xo'p, 18 million so'm. Ro'shan aka. 18 million. Jo'lasiz. Gap yo'q. 18 million so'm bo'lganda ham kalla boshiga 6 million so'mdan bo'ladi, ha? Million so'm. Buni o'tib berar ekansiz aka. Oldi 100 dan o'tib beraman. 18 ga 100 mingdan. 17 million 700 ming. 17 million 700 ming. Yana deysiz-chi aka? 17,5 million. 17,5 million. 17 million 500 mingga akalar. Qo'y arzisa mana bolalar ham. qo'y bo'lib qolibdi-da aka o'zi bolalari ham. Janovarda qaranglar, onasi bo'g'oz yana. Xudo xudo berib, yana ikkita tug'ib qolsam uni 5 ta bo'ladi xudo xolsa akalar. 3 ta qo'yga pul sanaysiz 5 ta olyapman deb hisoblab qo'yasiz. Xudo xolsa hadimi onasi ham tug'ib beradi-dan o'zi qorin tashlab yillar to'ldiryapti ekan. O'tib bering aka yana. Aka 16,5 million berasiz? Yo'q, Nima dey aka? Bo'ldi mana. Kel, qo'lni bering. 16,5 million so'm. Yo'q, ketishdi. Qanchadan? Bo'ldi 16,5 millionmiz aka. Bo'ldi, yana 100 ming o'tib beraman. Bo'ldi 17 ga aka 200 ming o'tib bering bo'ldi. 100 mingdan qo'shib beraylik. Islomjon bo'ldi, bunday qilamiz. O'rtasini olaylik 17 million dastlab qilyapsiz. Bor aka. 17 million so'm. Akalar, kichkina pul emas. Qo'ydi tushungan, bilgan odam bo'lsa Allohga chiqsin. Endi mana Bu janivorlar. kommentariyada negativlar ham yo'q emas-da, bu ko'ryaptirim negativlar yo'q emas. O'zingizni qo'lingizda bo'lsa qancha chiqarasiz shu qo'yni? Qancha sotmoqchisiz? Qo'yni qarang. 20 millionga ham bermaysiz o'zingizda qo'lingizda bo'lsa. Jonivar toza narsa, bachkana qo'ymas. Bunaqa jaydara denaqa qo'ymas. Bolasi bittasi akalar arashanga tortgan, bittasi hisoriga tortgan ekan. Orasini kellasi o'ta zo'r. Bu garbonuslarini qaranglar, qo'ziladi akalar. Hayda-bayda yo'q, chiroyli narsalar. Olgan pulingizga arziydi. U bir dunyo pulni qo'yib dehqonni ham qanday qilib qiynashmas. Qo'ldan kelgancha arzon chiqaramiz, qo'ydi holatiga qarab narx chiqariladi. Bunaqa buni ustiga dunyo pul qo'yib sotilmaydi. To'g'ri, qilingan mehnatga odamdan pul qo'yib akalar narx aytiladi. Narx arzisa, kimga ma'qul kelsa telefon qilinglar. Xudo xolasa, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, qo'y chiroyli qilib chiqarib berasiz aka. Dastlabkasi qayergacha? Toshkentgacha yetkazib oldim. Toshkentgacha. 17 million so'm aka. Endi ozgina pul emas, to'g'ri, endi mana bolalarni ham bermaydi tashlanjam. U bolalarini ham haqiqiy bermaydi. Gap yo'q. Janovarni qarang. U bolalarini ham 5 milliondan bermaydi-da aka. 5 million. Rasa borsa 5,5 dan bersa ham 11 million. Enasini 6 millionga aka. U junini ham bermaydi. Enasini aka dollar sotadigan narsa. Kimga ma'qul kelsa, aloqa chiqib. Akalar ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Keyingi partiyangizni so'ramiz. Keyingi partiyaga yomonlardan bor. O'ta seriyozlardan bor aka. Qo'chqardi, o'ta kuchlilardan bor. Вообще yomonlardan bor. Like-ni bosib kuzatib turaverasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, ziyon qilmaydi. Akalar mana barra qo'zlig'i ham yetib kelib oldik. Xo'p, Ro'shan aka, bular nechta qo'chqor nechta ulug'? Ikkita qo'chqor, ikkita urg'och. Ikkita qo'chqor, ikkitasi urg'och. Janovarlar urg'och. Xo'p, bu sovuq. Uni kichkina urg'och. Barayapti. Barayapti turgan. Bu ikkilasi qo'chqor. Ikkalasi qo'chqor. Bu qo'yam ozini hozirlagan mashina shu ko'rsating. O'ta boshqa narsa ekan, shu oriqroq.
O yuzini qaranglar, toza oq yuz, shalpon quloq ekan janob. Zo'r ekan haqiqiy. Qo'chqormi aka bu? Qo'chqor qolaman degan akalarimizga ketdi mana. Bir joyga. 4 ta ekan aka o'z soni. Bir kishiga. Narxini arzon qilib chiqaverasiz. Gap yo'q. Jonivorlarni qaranglar akalar, haqiqiy o'ta ham seryozni qo'zlar ekan, toza narsalar ekan akalar. Kelajagi bor, yosh narsalar ekan. Qo'zini qaranglar, sifatini. Oqdumda garbanoslar o'ta ham kelishgan, yaxshi narsalar ekan. Xo'p, ikkita qo'chqor, ikkitasi ulug'ar o'shan aka. Mana urg'ochi mana. Urg'ochi ekan, sifatini qarang. qarang. Urg'ochda mana. Jonivorlar, mana qaranglar. Dastlab kichkinaroq. Dastlab kichkinaroq. Gap yo'q. Ikkita qo'chqorcha. Yaxshi narsa ekan. Ko'paytirib, naslga boqaman degan akalarimiz maza qilib boqishadi. Chiroyli narx bo'ladi xolosa. Qo'zlarga bitta baho berib, like karsa like-ni tirsaytib bosib qo'ysalaring chiroyli qilib chiqaveramiz. Qo'ylarni qaranglar. Bormi ish quvozi mana? Ketdi, bir joyga olaman degan akalarimizga ekan, narx qanchadan? 4 million. 4 million so'mdan. 4 million so'mdan emas aka, 3,5 million so'mdan. 3,5 bo'lmadi. Bir joyga 14 million bo'lar ekan. Ketdi. Ikkita qo'ydi puli bo'lar ekan aka. Islomjon oldi qo'shib yapti, mayli 3 million 800 ming. 3 million 800 ming so'mdan bir joyga. Bor aka. Ketdi bir joyga. 3 million 800 ming so'mdan akalar. Ana, ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar, lekin arzon tavsiya qilaman. Ikkita qo'chqor, ikkita sovuq. Uni qo'chqorni qaranglar, qo'chqorni. Toza narsa ekan, dumba razrezali kelishgan. Ko'paytirib o'zim qo'y qolaman degan ekanimizga. Bir jib ekan. Bir jib qo'chqor, bir jib sovuq. Toza narsa ekan lekin, haqiqiy zo'r ekan. Uzoqdan ko'paytiraman degan ekanimiz, aloqa chiqarasizlar. Mana uni quloq tashlashiga alohida, garbanosiga alohida ekanlar. Mana sifati, dumba razresiga alohida baho berib qo'ysalar, bor ma'lumotini video davomida aytib o'tiraman. Qo'ylarga qaranglar. Jonivorim, quloq tashlashini qaranglar, jonivorim. Toza arashandalik qorasidan neydi o'sha qadar? Lorenzo degan qo'chqordan. Lorenzo. Internetga yozsa ham chiqadi. Lorenzo haqiqiy ekan, stoykasi, hamma joyi kelishgan ekan. U turishini qaranglar akalar. U qarang, sifatiga bitta baho berib qo'yasiz. Jonivor. Turishini qarang. Haqiqiy. Qulog'i necha aka? O'lchaganmisiz? Buniki 22. 22 sm. Buniki 22, buniki 20 plus 21. Bo'ldi, buni ma'lumotni keyin beramiz. Xo'p. Bo'yi necha aka bo'yi? 80 oshiq chiqadi. 85 atrofida chiqib olsa kerak aka. Shunaqa. Bitta yurishini ham ko'raylik aka. Qo'yvoringchi bitta. Qo'yvoringchi. Qo'chqorni qarang. Jonivor. Mashalloh. O turishini qaranglar akalar. Haqiqiy. O qo'chqorni qaranglar akalar, turishini. Ish quvozi bo'lsa, seleksiya qilaman degan akalarimizga. Aka yosh qanaqa buni? Qo'zi? Qo'zi 8 oylik. 8 oylik. Qo'zini qaranglar, jonivorni, qo'chqorni. Dumba razrezlari o'ta ham kelishgan. Maza qilib ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, siraz aloqa chiqarasizlar. Xo'p, aka narxini alohida mana jonivorda akalar. Ish quvozi bo'lsa aloqa chiqarasizlar mana. Zo'r aka haqiqiy qo'chqor, tavsiya qilib qolaman, qo'y qolaman degan akalarimizga. Qo'y o'ta kuchli qo'y. Aka endi bu sariqda ham ma'lumotni beraychi. Torsinchi baqa? Hofiz aka. Mana jonivorda. Hop, buni 20 plus. Qulog'i 20 plus. Yoshchi? Yosh 4 taga chiqaryapti. Qancha kredit? 4 ishga to'ldiryapti ekan. Gap yo'q. Bo'yi Qo'chqorda qarang. Bo'yi nima deymiz aka? bo'yi 95. 95 a bo'yi. Dumba razrezlarni kuzatib qo'yaychi. Bu yaqinda sovuqdan chiqdi o'zimizdan. Sovuqdan chiqqan a? Ha, jichi dumbani tortibdi. Haqiqiy. Ozgina to'g'ri, haqiqiy. Ozib qolibdi qo'y. Yaxshi. Ancha tejavorish kerak ekan, lekin qo'y haqiqiy gigant narsa ekan akalar. Oyoq kiyimlari ham o'ta kelishgan. Illiklari haqiqiy baquvvat narsa ekan. Yirik ekan qo'y haqiqiy. Qulog'ini qarang, quloq tashashini. Toza nasldor qo'chqor ekan. Aka bu liniyasi bormi yo'qmi zoti? Qaysini? Bu liniyasi sariqda. Buni liniyasi bir bolalarga berishadi. Endi bizda enchadan turibdi bu. Anchadan o'zi so'liqqa qo'shgansiz-a? So'liq qo'shdi. Kelganiga encha bo'ldi. Lekin liniyasi bor, nima edi? liniyasi bor. Lekin toza qo'yligi bilan turibdi. Bu qarang, jonivor. Toza narsa ekan. Qirg'iziston o'zi metkalari bilan turibdi ekan. Xo'p, aka so'liqqa ishlash yaxshi? Aptami. Aptamata? Gap yo'q. Nega qiladi o'g'lim?
Aka, buni narxini jupini qo'yamiz deyapsiz. Jupini narxini nima deymiz aka? Bir joyga olaman degan Buni islom akalarimiz bilan bo'lsa. oldi qo'shdi qilmaymiz. Xo'p. Ikkovini qanday? Aka ayting. $2,500 bo'lsa Toshkentga chekiz bor. $2,500. $2,500 da, to'g'rimi? $2,500. Mana. Jupa aka, yo mo sariqda o'zimi? Yo'q, jupa. Jupa gap yo'q. Lekin bizdan boshqa. O'zi mana sarig'ingiz o'zi aka $2,000 ekan. Mana uningizda aka, anaqa seleksioner akalarimiz bo'lsa aka, bu o'zi 5,000-6,000 dan ketadi. Ikkilasi ham. Bitta bo'lmasa, u quloqini qaranglar, jonivorda. Shalpon quloq aka. 22 sm dedingiz qorani quloqini. Buni 20 plyus. Xo'p. $2,500 ga telefon qilsa aka, jupini olsa chiroyli qilib hayron o'tib bering. Beramiz. Gap yo'q. Ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar akalar mana. Xo'p, yana partiyamiz bor bundan keyingi? Bor, ikki partiya bor qo'chqonlar. Gap yo'q akalar. Ma'qul kelgan odam aloqa chiqarsin. Ishingiz bitadi Xudo xolasa. Xo'p, akalar, bu partiyamizga o'sha hozirgi bundan oldingi qo'chqorimizni ukalari. Go'shtlanishga. Bular go'shtlanishga aka. Gap yo'q. Tushundim. Dumbani qarang, peshanaga o'xshaydi. Zo'r ekan qo'chqorlar buni. Ola boqding, bola boqding. Qo'llar uzun. Hammasini olib qo'ying ekan, ichida olasi ham ketadi. To'rdan, ha. Bo'l. Tursin, ashunda tursin. Endi ko'rinyapti qo'ylar, dumbaroqlar. Jonivorlarni qarang, turishin. Oyoq qo'li uzun dumbarazrezlar o'ta ham kelishgan. O'sha bo'ladigan qo'chqor, o'sha 200 kilo pils bo'ladigan qo'chqorlarni narxini bugun sindirib chiqarib berasiz aka. Mana qo'yib qarang. Jonivorni qarang. Dumba haqiqiy tiniq zo'r ekan, o'zi ham. Badani yaxshimi aka? Badan zo'r qo'ylar. Gap yo'q. Hammasi ham yaxshi deb Yaxshi narsalar ekan, bu sariqni qarang. Shuna haqiqiy mana qo'chqorni legendasi ana. Haqiqiy mana qo'chqorni zo'ri shunaqa bo'ladi. Qo'chqorlarni bildirib turadi. Orqalari ham zo'r kelishgan ekan. Maza qilib boqaman degan akalarimizga o'z son 4 dona ekan. Bir joyga olib boqib qo'ying. Erta qo'rangizda shunday borganda ko'zingizda quvnatib turadi. Sotganda ham maza qilib sotishadi, aka. Bu dumba boshlari o'ta ham kelishgan. Seri go'sht bo'ladigan variantidan. Buni bo'ylari nima deymiz aka? Bo'ylar 80 plyus. 80 ga berasiz-a? 80 ga beradi. Gap yo'q. Yemdi, ayamay-da aka bersa. Yemdim. Uzunligini qarang-da akalar. Tulashni boshlabdi mana shu yerga. Haqiqiy mana akalar tulashni boshlab. Yuzlari tiniq. Qo'za aka tulasi ham. Xo'p, bo'ldi. Buni bir joyga olaman degan akalarimiz ham narx qanaqa aka? 5,5 dan Islomjon. 5,500,000 dan, ha? 5 million 500 mingdan. Kam bor. Kam bor. Qanchadan kam aka? 200 mingdan kam bersa. 500,000 dan kam bersa olmaydi? Yo'q, unda kam bo'lib ketadi. 400,000 dan kam bersin aka? 5 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha. 300,000 so'mdan, ha? Ha, 300 ming so'mdan. Gap yo'q. Bundan ham pul Baribir. bera oladi. Bundan ham pul yengari bor. Ha. Oxirgi Besh partiyamizga. Gap yo'q. Akalar 5 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Bir joyga olaman degan akalarimiz ham. Tona 4 dona. Akalar chiqarishyapti. 30 ta, 40 ta, 50 ta gruppa qilib akalar 5 milliondan chiqarishayotgan bo'lishi mumkin. 48 dan, olib boring yana 4,5 dan chiqarishayotgan bo'lishi mumkin. Ichida mo'ndaqa bundan kattasini ko'rayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Uni narxi akalar Optimga bir joyga olsangiz o'shunaqa narxdan. Ha. O'shunaqa akalar. Ichidan mo'ndaqasini terib olaman desangiz, bu 6 millionni bag'lab bermaydi. 4 donani keldi bir joyga olib qo'ying. O'sha Optim narxda ketaveradi. 5 million 200 ming so'mdan. Telefon qo'ysa xayri bormi aka? Xayri bor. Gap yo'q. Like-ni bosib qo'yasiz. Biz oxirgi partiyani ko'rsatamiz. Finishga yetib keldik. Mashalloh. Haqiqiy ser dumbasidan, mana bunaqa dumbasida holi bor olaman degan akalarimizga. Ramzon qo'zlarni qarang. Arashani ham bor ekan aka. Arashani ham bor. Gap yo'q, qo'zini qarang. Yiri, tirsillab turganlari. Badani ham o'ta semiz qo'ylar. Haqiqiy uzun variantidan. Jonivorlarni qarang-da akalar. Mana bormi? Son 8 dona. Son 8 dona. Bir joyga olaman deyishsa maza qilishadi. Qurg'on Maza qilib. Narxini eshitib maza qilsin aka, bu qo'ydi baqib emas. U sotganda ham shu bir 6 million, 7 million qo'yda qolgan qo'y sotsa. Yurgi qo'zi emas. To'qli qo'zi, Ha, bular eski qo'zi. Yemni ko'taraveradi qancha bersa. Qancha bersangiz Mana ko'taraveradi. jonivorlarni qaranglar. Yirik qo'y ekan, suyagi buzuq, rasa o'sadigan, yemni bosib beradigan joyiga keldi. Olib qo'ying mana bir qo'ra narsa.
chiroyli qilib yetkazib olib beriladi. Bir joyga olaman degan akalarimizga. Soni 8 dona ekan akalar, bo'ylari 75 atrofida ekan. Qo'ylarni qarang, janovarlar. Ko'paytiraman degan akalarimiz aloqa chiqasizlar. Mana. Bor ish qo'voziga narxi qanchadan aka buni? Islomjon bular 5 milliondan yetkazib olib beradi. 5 million so'mdan. Mana. Qo'ydi qarang. Peshat ekan aka, dangillab turgan, rahat. O'ta semiz. Haqiqiy zo'r ekan qo'ychilar. Maza qilib boqaman degan akalarimizga o'tib bering aka kelishtirib. Islomjon oldi qo'shib qilmaylik, soni 8 dona. 4 million 8 ming so'mdan. 4 million 800 ming so'mdan. Bir joyga ketaveradi. 4 million 800 ming so'mdan. Qo'ylar amalga o'ta kelishgan qo'ylar hammasi. Zo'r ekan aka, havas qildim men ham. Bizda ham qo'ramizda 100 ta yuzlab boqish nasib qilsin. Ketdi bir joyga 4 million 800 dan. Yangi obunachilarimizga kuzatib turgan bo'lsangiz, like-ni bosib obuna bo'lib tursangiz, chiroyli qilib uyingizgacha tasdiq gaz besplatni qayergacha aka? Toshkentgacha. Toshkentgacha 4 million 800 ming so'mdan yetib boradi. Ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana olib qo'ying. Turgan puldan foyda yo'q. Bundan foyda bor.